Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men ayol qizlar uchun uyda o'tirib o'zini ko'rsatmasdan YouTube'dan pul ishlash yo'lini o'rgatib o'tmoqchiman. Nima uchun aynan ayol qizlar uchun demoqdaman? Bugungi ko'rsatadigan YouTube'dagi yo'nalishim bu ayollarga xos yo'nalish. Uyda o'tirib bemalol oyiga 5-6 ming dollar pul topishingiz mumkin. Xo'p, keling men sizlarga asosiy yo'nalishni ko'rsatib o'taman. Bizda YouTube'da shunaqangi yo'nalish bor, ya'ni kardondan uychalar qurishadi. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, rang-barang turibdi bu joyda. Nima qilsa mana shunaqangi kanallar ko'tariladi, nima qilish kerak, qanaqa video qilish kerak, hozir o'rgatib o'taman. Bu birinchi kanalimiz. Bizda 4 ta 5 ta kanal bor. Bizda bu ikkinchi kanal, bu bizda 3-kanal, bizda 4-kanal bor va 5-kanal bor. Bu joyda men sizlarga ikkita narsani o'rgataman. Nima qilsak videolarimiz ko'p ko'riladi, nima qilsak videolar ko'rilmay qoladi. Bu narsalarni men boshqa kanallar misolida ko'rsatib o'taman. Keling, birinchi o'rinda birinchi kanalning bironta videosini ko'raylik, analiz qilib beraman. Qanaqa video qilinishini men sizlarga tushuntirib beraman va keyingi kanallarga analiziga o'tib ketamiz. Xo'p, birinchi kanalda ko'rib olaylik. Eng ko'p ko'rilgan videosi 169 million ekan. Eslatib o'taman. YouTube mana shunaqangi videolarning har 1 million prosmotriga 1000 dollardan pul to'laydi. 1000 ta ko'rilsa mana shunaqangi videongiz 1 dollar ishlaysiz. 1 million ko'rilsa 1000 dollar, 10 million ko'rilsa 10 ming dollar, 100 million ko'rilsa 100 ming dollar pul ishlaysiz. Ko'ryapsiz, mana bu kanalda eng ko'p ko'rilgan videosi 169 million. Bu juda ham zo'r natija. Ikkinchi videosi 148 million, 74 million, 51 million. Videolar yaxshi ko'rilgan. Nima uchun videolar yaxshi ko'rilgan? Sababi bu joyda bu kanalda egasi zo'r fint ishlatgan, ya'ni videolarni yorqin ranglarda olgan. Masalan, mana bu narsalarni ko'ryapsiz, juda ham yorqin ranglar odamni o'ziga jalb qiladi. Siz video qilsangiz, lekin ranglari yorqin bo'lmasa, o'ziga tortmaydigan bo'lsa, prosmotr olmaydi. 1000 zo'r video qilganingiz bilan prosmotr bo'lmaydi. Bu joyda nima muhim? Ranglar juda ham muhim. Chunki bunaqa videolarni ko'proq yosh bolalar ko'radi. Yosh bolalar bu rangga qarab videoni tomosha qilishadi. Shuning uchun rang juda ham muhim narsa. Shunga e'tibor qaratinglar. Agar rang-barang qilmasanglar, videolaringiz prosmotr bo'lmaydi. Men ishlagan bilan va videoni ustidagi obloshkasi bo'ladi, rasmi. Juda ham zo'r bo'lishi kerak. Chunki birinchi ko'rgan odam obloshkasiga e'tibor beradi, keyin videoga kiradi. Agar obloshka yaxshi bo'lmasa, videoning ichi 1000 zo'r bo'lgani bilan unaqa video prosmotr olmaydi. Buni boshqa kanallar misolida ko'rsatib beraman. Keling, birinchi mana shu eng ko'p prosmotr olgan videosini ko'rib, birgalikda analiz qilamiz. Keling, videoni analiz qilishni boshlaymiz. Bu joyda nima bor? Oddiygina kardondan bitta xonacha qilgan. Xonachada, masalan, oshxonacha joylashgan, bu joyda divancha, bu joyda spalni joylashgan, bu joyda mamlaqangi hovuzcha joylashgan. Buni faqat mini ko'rinishda qilgan. Va yana bir narsaga e'tibor bering, bu joyda rang-barang qilgan, ranglardan yaxshi foydalangan. Siz ham masalan uyingizda burchagidan bitta burchak ajratib qo'yasiz, mana shunaqangi yo'nalish qilmoqchi bo'lsangiz va o'sha joyda devorini masalan mana bu moviy rangga bo'yab olishingiz mumkin. Ko'rasizlar, buni devori moviy rangda bo'yalgan. Va mana bu stol deb oladigan bo'lsak, stoli ham moviy rang. Orqa fon ham juda ham muhim. Ko'rgan odam zerikmaydi. Xo'p, videoni qo'yib, asta-asta analiz qilishni boshlaymiz. Videoni qo'ydim. Hozir nimalarni yasadiganini ko'rsatyapti. Ko'rishingiz mumkin, nima yasagan? Oddiygina bakalashkani qopqog'iga 4 ta gugurt cho'pni yopishtirib qo'yib, stolcha yasagan. Sizdan qilinadigan talab oddiygina xo'jalikda bor narsalardan chiroyli narsalarni yasashingiz kerak. Bor narsa mana shu. Sizdan raketa ixtiro qilish talab qilinmaydi. Oddiygina kichkinagina mini chiroyli rang-barang narsalar yasashingiz kerak. Xo'p, bularni qanaqa yasaganini ham o'zi ko'rsatib o'tadi. Mana shu kanalda nomini yozib, o'zingiz chuqurroq analiz qilib olishingiz mumkin. Xo'p, videoni boshladi. Mana kardon olyapti. Har xil rang-barang qog'ozlarni kardonga yopishtiryapti. Mana bu endi devorlarini qo'yib oldi. Divanni qo'yyapti, rang-barang qog'ozlar yopishtiryapti. Bu joyda har xil rang-barang qog'ozlarni kardonga yopishtirib chiqdi. Xo'p, mana oddiygina kley. Bunga sizga nima kerak bo'ladi? Qaychi, kardon va kley kerak bo'ladi va qo'l mehnati. Ko'proq mini narsalar yasaysiz.
Bu joyda zinacha qilyapti adashmasam. Mana zinachalarga oddiygina rang-barang matolarni yopishtirib chiqyapti. Bunaqa narsalarni hamma joydan topsangiz bo'ladi. O'tkazib ko'ramiz. O'zingiz ko'rib, agar qilmoqchi bo'lsangiz, kanaldan ko'rib bemalol o'rganib olsangiz bo'ladi. O'zi qanaqa video qilishini ko'rsatadi bu. Shuni qilganni shunchaki takrorlasangiz ham siz to'g'ri 160 million prosmotr olmassiz, lekin 16 million prosmotr olsangiz ham bu degani 16 ming dollar degani. Uyda o'tirib bemalol 16 ming dollar topadigan bo'lsangiz, boshqa ishlaringizni ham yig'ishtirib qo'ysangiz kerak. Mana mini yostiqcha yasayapti. Kley bilan oddiy matodan yostiqcha yasadi mana. Ikkita yostiqcha mana divanchani ustiga qo'yib qo'ydi. Bu joyda sizga kardon kerak bo'ladi, kley va yaxshigina ideya kerak bo'ladi. Sizda ideya bo'lmasa, mana shu kanalni qilganni shunchaki qaytaring. O'zingizni qiynamang. Oddiy kichkina narsalardan chiroyli narsalar yasayapti. Ko'rdingiz, mini narsalar yasash kerak, chunki shuning uchun ham prosmotr ko'p. Mana ko'rsatyapti rang-barang, har xil narsalar. Umumiy hisobda nima demoqchiligimni tushunib oldingiz degan umiddaman. Videoni oxiriga o'tkazaylik, tayyor bo'lganini ko'raylik. Mana shunaqa narsa tayyor bo'ldi. Mana stolchalarni qo'ydi. Xo'p. Umumiy hisobda ish yakunlangandan keyin mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Masalan, to'g'ri, bunaqa narsani siz bir kunda qilmassiz, o'tirib bir haftada qilishingiz mumkin. Har kuni bir yarim soat, 1 soatdan vaqt ajratadigan bo'lsangiz, oddiy telefonni bir joyga qotirib qo'yasiz, o'sha o'zingiz ishlaydigan uy burchagiga va o'sha burchakka ishni qilib ketaverasiz. Qilgan ishingizni videoga yozib olasiz telefonni va keyinchalik montaj programmasida ozroqgina kerak joylarni kesib, hammasini birlashtirib, render qilib o'sha narsani kanalga joylashtirishingiz kerak. Qanaqa YouTube kanal ochaman, qanaqa qilib YouTube kanalni sozlayman deydigan savollar bo'lsa, meni mana shu YouTube kanalimda bu bo'yicha ma'lumotlar berib o'tganman, video darsligim bor, kirib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. YouTube bo'yicha boshlang'ich hamma narsani bepulga topishingiz mumkin. Oddiy kardondan qanday qilib YouTubedan pul ishlab topish mumkinligini ko'rsatib o'tyapman. Bu bizning birinchi kanalimiz edi. Ko'rdinglar, ish qiyin emas, faqat bunga ozroqgina sabr kerak va izlanish kerak, videolarni sifatliroq qilish kerak va rang-barang qilish kerak va videoni ustidagi obloshkasi ham chiroyli, o'zini odamga tortadigan bo'lishi kerak. Oddiy qilib qo'yadigan bo'lsangiz, prosmotr bo'lmaydi. Videoni ichi ming zo'r bo'lgani bilan. Tushundingizmi? Keyin kanalga kirib ko'rsataman. Keyingi kanal ham xuddi shunaqa yo'nalishda ishlaydi. Buni ham videolarni ko'rib chiqasizlar. Nomi mana shunaqangi. Videolarni shunchaki o'tkazib ko'raman bu joydan. Bu ham xuddi shunaqa video qiladi. Oddiy kardondan har xil narsalar yasab, ideyalar qilib, uychalar yasashadi. Bu kanalda eng mashhuri 40 million ko'rilgan ekan. 40 millionga bu o'rtacha 50 ming dollar to'laydi degani. Tasavvur qiling, bitta videodan 50 ming dollar, 100 ming dollar ishlab topsangiz, menimcha hamma ishingizni yig'ishtirib, bor vaqtingizni shunaqa narsaga sarflasangiz kerak. Xo'p, keyin kanalga o'tamiz. Keyin kanal ham xuddi shunaqa yo'nalishda ishlaydi. Buni obunachisi 1 million 800 ekan, 59 tagina videosi bor ekan. Eng mashhuri 118 million ko'rilgan ekan. Keyingisi 58 million. Ko'ryapsizlar? Bu ham xuddi shunaqa yo'nalishda ishlagan. Bunga endi sabrli odam kerak albatta. Vaqti bor, sabrli, mayda ishni qila oladigan. Agar sabringiz bo'lmasa, mayda ish qila olmasangiz, bu yo'nalish siz uchun emas. Shuning uchun ham ayol qizlar uchun deb aytib o'tdim. Ayol qizlarni mayda ishga sabrliroq bo'lishadi. Xo'p, keyin kanalga o'tamiz. Keyingi kanal bu ko'tarilmagan kanal. Nima uchun ko'tarilmaganligini men sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, videolarni ko'rishingiz mumkin. Bu ham kardondan uy qilgan, faqat nima qilgan? Ko'rgan odam kirgisi kelmaydi bu videolarga. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham videolar nima deydi? Qorong'u. Odam o'ziga tortmaydi. Videolari rang-barang emas. Qarang, bu kanalda qarang. Endi men sizga birinchi kanalni qo'yib beraman. Bu kanalda qarang. Qaysi biri odamni o'ziga tortyapti? Albatta mana birinchi video. Chunki rasmlari chiroyli, rang-barang. Hozir u kanalga kirsak, odam kirgisi kelmaydi, videoga qo'rqadi kirgisi kelsa. Chunki juda ham qorong'u, tushunarsiz narsalar rasmda ishtirok etgan. Ko'rdingizmi? Videolar rang-barang emas, ustidagi obloshkalar rang-barang emas. Bizga rang-barang narsa kerak. Xo'p, keyin kanalni ko'ramiz. Keyingi kanal ham xuddi shunaqa. Masalan, videolar yaxshi bo'lishi mumkin. Masalan, bitta videosini kirib ko'raylik.
Bu ham oddiy uycha qurgan ekan, faqat rang-barang emas, oddiy kardondan qurib qo'ygan. Oddiy kardonning o'zi chiroyli chiqmaydi. Masalan, orqa foni yaxshi emas va video juda ham qorong'u. Yorug'lik juda ham muhim. Bu joyda nimadirlarni o'rgatyapti, masalan, razmer. Menimcha hech kim buni qaytarib yasamasa kerak. Bizga o'rgatadigan emas, kirgan odam zerikmaydigan video kerak. Nima qilishni o'rgatyapti akamiz. Erkak kishi ekan, yopishtirib chiqyapti. Mana shu narsani rang-barang qilish kerak. Masalan, mana bu orqa devorda boynakida moviy qilish kerak. Mana stolda ham moviy qilib rang-barang qilish kerak va mana kardonga ham nimadirlar yopishtirish kerak. Rang-barang qilsangiz chiroyli chiqadi, bolalar o'shani ko'radi. Xo'p, 178 ta video qilgan ekan, umumiy hisobda 100 ming yaqin obunachisi bor ekan. Eng mashhuriga kiraylik. Eng mashhuri 3 million 400 ko'rilgan ekan. To'g'ri, 3 million 400 yaxshi prosmotr, lekin bunaqa yo'nalishda buncha mehnat qilsangiz, bu prosmotr sizga kamlik qiladi. Sababi, siz bu joyda ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqangi videoni qilib, faqat o'shani oddiygina rang-barang qilgani uchun videolar oddiy videoga nisbatan 10-100 barobar ko'proq ko'rilyapti va sizga shuncha ko'p pul olib keladi. Oddiygina fishkani ishlatib, videoni rang-barang qilib, obloshkani rang-barang qiladigan bo'lsangiz, sizning videongiz anchagina ko'p ko'riladi va anchagina ko'p sizga pul olib keladi. Bugun men sizlarga mana shu narsani o'rgatib o'tmoqchi edim. Bunga kerakli bo'lgan narsa oddiygina qaychi, kley, kardon va uyda o'tirib mehnat qilish kerak. O'sha narsani to'g'ri olib chiqish kerak. Men sizlarga qanaqa video qilinadi, qanday qilsangiz prosmotr bo'ladi, qanday qilsangiz prosmotr bo'lmaydi o'rgatib o'tdim. Endi qolgani sizga bog'liq. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Mana shu videoni albatta tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Kimnidir mana shu bo'yicha iqtidori bo'ladigan bo'lsa, mana shu ishni qila olaman deydigan bo'lsa, o'sha odam bu ishni boshlaydigan bo'lsa, ertaga yaxshi daromad topishlari mumkin. Bunga siz sababchi bo'lsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Shuning uchun videoni tanishlaringizga yuborib qo'ying va o'z fikrlaringizni mana shu videoning izohida yozib qoldiring. Video ostida Telegram kanalimning manzilini qoldirib ketaman. Mana shu kanallarning linkini ham qoldirib ketaman. Kirib ko'rishlaringiz mumkin Telegram kanalimdan. Agar qidirib topolmasangiz, kimdir xohlasa, videoning ostida Telegram kanalim manzili bor. Kirib mana shu YouTube kanallarining manzilini qo'lga kirishlari mumkin. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.